Odamdan zo'r ovqat yeydigan qo'ylar haqida eshitganmisiz? Eshitmagan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Hozir sizga buni to'lig'icha tushuntirib beramiz. Rom aka? Nima bu? Nech xil ovqat yeydi bu qo'ylar? Bu nima bu? Bu nima sansan? Keling yaqinroq ko'rsating. Mana uni qarang. Mayiz. Sariq mayiz. Buni qizili ham bor, keyin quritilgan nima ham bor. Uzum ham bor ichkarida o'sha. Xo'p. Uzumni to'pasi deydi bizlar. Nima bu aka? Arpani tanimayapsizmi? Arpa yo'q-ku. Arpa. Bug'doy. Xo'p. Makka jo'xori. Nima? Ya, hech kim jabrdiyda bo'lmaydi, olim bu. Beda loviya poyoni maydalangani, somon maydalangan va ko'rsating. Ozginadan qo'y boshiga bir mahaliga 400-500 grammdan silos tushadi. Albatta, agar mana shunaqangi qiziqarli ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying, chunki har doim foydali videolar chiqarib borishda davom etamiz. Videoni uzmang. Naryoqda oling. Bitta ko'rsataylik bo'ldi. Qo'ylarni qarang. Voy, joningdan. O'ylanmagan qo'chqor go'shtini kim yemoqchi bo'lsa, agar mana tuqqan qo'y. Mana bolasi. Bir oylik bo'lgani yo'q bu qo'ysa. Voy. Mana shunaqa gaplar. Bu videoni xuddi mana shunday qo'y boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang. Bularda bizlar profilaktik ishlarni vaqtida, vaqt soati bilan qilamiz. Boqiladigan qo'chqorlarning esa обязательно stimulyatsiyasini tezlashtirib, qo'chqorlarni ham shu yemga olingan paytda tezroq yetiltirishga erishamiz. Buncha yemni bergandan keyin uni badanni oldirish kerak-ku, yuqumini yaxshi qilish kerak-ku. Shunaqa ishlarni ham paytida biz qilib ketamiz. Zo'r. Sog'liqlarni o'sha 3 oyda parazitlardan tozalab, qolgan o'sha profilaktik ishlarni qilamiz. Albatta.